Assalomu alaykum qadrli futbol ahli. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor. Qolganlar jim tursin, kuzatsin jimib. Derbi tarifiga mos tushar viqor aliyorlar aytadi ko'zlarini yumib. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, hammaning shu tomon oqar markabi, istiqlol chayqalar Emirates misol vijirlab qaynaydi Camp Nou kabi. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, jang kechar hakamlar boshlaganidan, shukr etsin Barsa yu Bavariyalari bir paytda u bilan tushmaganidan. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, yurak ko'zlarga ham niqtab turadi, istiqlol ustidan o'tayotib jo'r bulutlar suzishdan to'xtab turadi. Bugun Farg'onada shunday o'yin bor, qolganlar jim tursin, kuzatsin jimib. Bo'ldi chalinda, ketdik. Chiroyli kadr. Andijon yana bosim o'tkazyapti. Hududlar ochmoqda. Oldarxonov Po'latxo'ja pas beradimi? Pas berdi, yaxshi pas berdi lekin. Ammo bu aka qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Hatto sigirdan o'tkazib ham bergandi to'pni Oldarxonov. Yaxshi aldab o'tdi Abror. Lekin keyiniga yana davom etadi Iskandarov. Iskandarov o'ziga o'zi hududlar ochyapti va Shirigi to'pni zo'r yetkazib berdi. O'rradimi odiylar? Zarba! Himoyachi to'pni qaytardi. Hujumlarni oshirishyapti. Abror Ismoilov yaxshi o'ynadi. Zo'r ochib berdi. Xo'sh, zarba bo'lishi mumkin. Iskandarov uradimi? Wow! Jamshidinho! Hozir Iskandarov nima ijro etdi do'stlar? Ha, Alisher Odilov gol muallifi, hamma uni quchoqlaydi, lekin birinchi bo'lib turib Jamshid Iskandarovning harakatini olqishlab qo'yishimiz kerak. U ijro etdi. U haqiqiy klass qanaqa bo'lishi kerakligini ko'rsatdi. Geometriya, chizmachilik hamma fanni o'rtaga qo'yib turib, aqllarni lol qilar darajadagi uzatma muallifi bo'ldi. 1-0. Bu Samuel Babayanni o'ylatish kerak. Mana shu joyda ochib qo'yishdi. Noto'g'ri ofsayd va Abror ham zo'r o'ynadi. Zo'r qarang. Jamshid out. Ofsaydni ushlagani qarang. Oyoqlar orasidan to'pni o'tkazganiga qarang. Va himoyachilar ola olmaydigan nuqtaga to'pni yetkazganiga qarang. Qarang va qarayvering. Suvning oqishiga, olovning yonishiga, Iskandarovning pasiga uzoq vaqt qarab tursa bo'ladi. Super kombinatsiya. Oldingi chiziqqa paslar. Yaxshi, to'pni egallab yurishga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oldarxonov qoida buzildi. Xo'sh. Zarba, darvozabon to'pni qaytarib yubordi. Yovich kirib boryapti, ancha qo'yib berishdi, zarba yo'llandi va bu hududdan zarba yo'llash mumkin. Gol Iskandarovning o'zi ham tablochilarga ish topib beryapti. Qanaqa qilib turib bo'sh hududlarni topyapti Jamshid. Qoyillar qolishimiz kerak bu oqshom. Bu yerda asosiy ishni Yovich qildi desak bo'ladi va Andijon himoyachilari ham chempionlik yo'lakchasini ochib berishdi. Nimagadir uchrashuvning shubhasiz eng yaxshi futbolchisi Jamshid. Gol plus pas boshqacharoq bo'lsa kerak, o'zi ham maza qilsa kerak. Undan keyinchalik so'rab olarmiz. Mana shu epizodga qarang, zarba yo'lladi, himoyachilar qaytarishdi, to'pni Abror Iskandarovga qaytardi. Jamshid esa xotirjam zarba yo'lladi. Bunaqa imkoniyatdan albatta foydalanadi ushbu futbolchi. 2-0. To'p yetkazib berildi, pasni qarang va golni qarang. 3-0 ni qarang. Jamshid Iskandarovning pasiga qarang va Anvar G'ofurovning ideal zarbasiga bir qarang. Hammasiga bir qarab chiqamiz va mana bu yigit
furor ko'taryapti. Iskandarov bilan o'ynash to'g'risi raqibga nisbatan g'irromdek tuyuladi, yaxshi ma'noda aytyapman. Bu ham zo'r chiqdi, darvozabon hech narsa qila olmadi bu nuqtada va himoyachilar qo'pol xatoga yo'l qo'yishdi, ochib qo'yishdi. Bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchini tag'in Iskandarov endi qo'ndirib beradi-da o'zi. G'ofurov 3-0 do'stlar. Farg'onada chempion mana shunday o'yin ko'rsatyapti. Katta o'yinni yutish kerakmi? Qanaqa yutish kerak edi? Mana bunaqami deyishyapti va yirik hisob qayd etilyapti. O'yinni ketishiga qarab dedim-ku. 3-0. Yana olib qo'ydi. Odilov Islom To'xto'jayev unga qarshilik ko'rsatyapti. Ikki futbolchi yetib keldi. Zor Yovich kirib boryapti. Yovich pas. Iskandarov uzatma. Va Jokic. Misol uchun mag'lubiyatga uchrayotgan bo'lsa ham zo'r Yovich to'pni olib qo'ydi. Yana Yovich kirib boryapti. Yana Yovich ochyapti va zarba yo'llanyapti. Darvozabon bu safar qutqardi. Chap oyoqda darvoza sari ham zarba yo'llashi mumkin. Wow, sal qoldi. Birinchi bo'limda tengroq o'yin ko'rgan edik. Bo'ldi, hakamning uchdagi chalindi. Neftchi yirik hisobda g'alaba qayd etyapti. Farg'ona ahlini bugungi chiroyli g'alaba bilan tabriklaymiz. Chempioncha g'alaba. Ko'rishguncha.